Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube shohchinoz obunachilar. Bugun 2026-yil 1-mart haftaning yakshanba kuni. Ya'ni bahorning 1-kuni. Hurmatli obunachilar, biz bugun Toshkent viloyati, Chinoz tumani Eski Toshkent, ya'ni Paxtaga yetib keldik. Azim akamning fermalariga. Hurmatli obunachilar, bu M34 yo'li Peres ko'cha bor, Peres ko'chasi. Peresga kirganinglarda eski nomi Tursunoxon fermasi. Bu yerda Abduzazim akaning fermalari. Kecha-kechqurun bu yerga hurmatli obunachilar 60 bosh Rossiyada Gorniy Altaydan olib kelgan buqalar bor, ha. Toza greenforlar. Buni yaqinda video obzor qilamiz. Ekran uzoqlashmay like-larni bosib, biz ishimizni boshlab ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli aka, kirib keldik fermamizga. Aka-ukalarimizni ulug' ayyom kunlari bilan tabriklab, ishlariga omad kasb qilib. Okalar, mana ko'ryapsizlar. Xudo xolisa bu yerda 60 bosh Rossiyadan keltirgan Gorniy Altay. Oqbosh greenforlar keldi. Tozalari, to'qonlari bor, shoxida orasi shoxi borlari ham bor ekan-a. Ishtahlar uryapti. Asosan necha oylik bular? Asosiy buqalarimiz 7-8 oylik. Mana 7-8 oylik buqalar. Bu yerda asosan greenfor bor, to'g'rimi? Simental bor. Limuzin bor. Okalar, olgan odam baraka topadigan buqalar. 7-8 oylik sog'lom buqalar. Ichkariga kiramiz hozir. Ichkaridan ham ko'rsatamiz. Mana qiziqqan akalarimiz, olaman, buqa boqib biznes qilaman degan akalarimizga Toshkent viloyati Chinoz tumani Eski Toshkent, ya'ni Paxta deb nomi bor, Paxta deyiladi. Eski Tursunoxon fermasi. Hozir Abduzazim aka yurityaptilar, o'zlariga qarashli ferma. Bu yerda har doim buqani chempionlar kelyapti. Olgan odam baraka topadigan buqalar. Mana, akalar o'zingizlar boqib beringlar. Haqiqatan ham ishtaha urayotgan buqalar mashtadan. Ishtaha zo'r ekan bularni. Demak, yeb ishlari zo'r. Tana joniga bir hafta 10 kun javob beriladi, to'g'rimi? Ichkariga kiramiz, yuringlar. Akalar, qiziqqan bitta avlikol, bitta avlikol. Mana bitta avlikol urug'likka. Voy jonivor ketishini qarang mana. Okalar, ichkariga kirib keldik. Mana orqalarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlar uchun boqaman degan orqalarini turburchak mana, turburchak variantlari. Mana okalarim. Bu qadar xudo olgan odam baraka topadi. Haydang, haydavering. Mana yurishini qarang. Oyoqlari baquvvat. Mana bu ko'krak qismini qarang mana. Voy jonivorlarni qaranglar. Bo'ylari taxmin aytamiz, bo'ylari 1.20 dan kam emas, 1.15, 1.20. Mana. Haydavering bu yoqqa. Mana bu yo'ldan chiqyapti akalar, mana qaranglar. Mana. Voy jonivorlar. Mana ko'ryapsizlar, haqiqatda bu yerda simental bor, limuzin bor. Toza green mana bu qana qarang. Mana bu, amush bash zo'r-ku ichida. Mana qaranglar, mana bitta boqib beringlar bashinga. Bash zo'r ekan ichida mana bunisi. Demak, buqalarni ko'ryapsizlar, boqadigan odam xudo xolasa baraka topadi. Buqalar zo'r haqiqatan. Mana. Gap yo'q. Asal 60 boshim bitta jami? 60 boshi. Bitta avlikol bor ichida. Bitta avlikol. Xudo xolasa, mana bu yelkalari vahshiy katta mana. Do'stim, buni narxini qancha qo'yamiz? Misol narxini kelib, mana boqaman deganlar, bozorga qidirib yurganlar bor-da. Qancha narx qo'yamiz? Boshlanish qancha? Oxir patologiya qancha? Taqalash qancha narx qo'yamiz? Mana 25 milliondan. Bir joyda hammasini olgan odamga. Ben haydaymiz, oldin haydaymi yo'qmi? Haydang. Okalarim narx qo'yishdi buqalarga. Bu yerda boshlang'ich narxida 24 milliondan boshlab 28 milliongacha, to'g'rimi? 28 milliongacha ekan. Ichidan 3 ta 4 ta chiqarib bersalar 24 dan, ha? Ichida mana shu buqalarning ichida 24 chiqib qolganlarini sekin 25 million, 26, 27, 28 tanlab olsana, tanlab olaman degan. Kimga oladigan odam bo'lsa, Aha, buqamizni bir joyda olaman degan aka-ukalar bo'lsa, mana bir joyda olaman degani qanchaga beramiz, do'stim? 25 milliondan beramiz. Voy, okalar ko'ryapsizlar, 25 millionni ko'tarsa bir joyda. Mana shu 60 ta buqamizni bir joyda olgan odamga 25 milliondan baraka bo'ladigan bu, agar xudo xolisa xohlovchilarga. Mana. Oka, mana bunaqa buqalar bor ichida. Bozorda ham o'zi bir 29-30 ketadigan buqalar ham bor ichida, mana bunaqa. Yirigi chempionlar. Mana oq boshlar bor, mana bunaqa shox bor, shox yo'q, mana qarang, mana. Voy jonivor. Simental bor ichida. Simental ham bir 10 ta ko'rdim, 7-8 10 ta bor-a? 10 ta simental bor ichida. Ichida bir 4 ta 5 ta limuzin ko'rdim. Mana, okalar. Xudo xolasa, demak, 24 milliondan boshlab sekin 28 milliongacha terib olish, 28 million. Agar yo'q akalar, men hammasini bir joyda olaman degan bir akamiz bo'lsa, yaxshi niyat yurgan aka-ukalar bo'lsa, demak, hammasi bir joyda 25 milliondan baraka bo'lishi mumkin. To'g'rimi aka? Demak, olgan odamga bir joyda olgan dastavka qilib beramiz. Do'sti, bir joyda olgan odamga dastavka bor-a? Respublikaning Libo burchagiga akalar aytayotdiki, bir joyda dastavka tekin ekan. Respublikaning Libo burchagiga bir joyda olgan odamga dastavka qilib berishar ekan, tekinga. Mana, akalar
Buqalar hammasi qarang. Vafshi maza yugurishini qarang ular. Sog'lomligi, tana joni sog' xudo xolasa ana. Ogon odam baraka topadigan buqalar Toshkent viloyati Chinoz tumani Eski Toshkent paxtaga keldi akalar. Qidem shoshilamiz, xudo xolasa oz soni oz. Ogon odam baraka topadi mana. Jonivorlar mana, sementallarni qarang mana. O mana limuzinlar mana. Demak, telefon raqamlarini eslatib o'taman. Abdulazim akamning telefonlarini 97lik 738 85 57. Telefonlar 24 soat 7 kun ishlaydi. Xudo xolasa olaman degan qiziq akalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringiz savdo qilaverasizlar. Onlayn savdo ham bormi? Masalan, telefon orqali telefon qiladi. Men videoni ko'rdim. Menga 5 ta koddan ajratasiz onlayn savdo ham bor, a? Demak, onlayn savdo ham iloji yo'lga qo'yilgan akalar mana. Xudo xolasa plastik kelib tushadi, plastikka pul kelib tushadi. Bemalol savdo qilsa bo'ladi. Mana. Vo, mana bunaqa ikkinchiga to'sgani zo'r ekan, sakrayotgani. Mana. Demak, bo'ylari 1.15, demak 1.5, 1.10 dan 1.20 gacha bor. Mana. Qiziqqanlar, buqa-boqaman yoki ukalar bo'lsa, bemalol kelib savdo qilaverasizlar. Demak, okalar, xudo xolasa sog'lom. Boqqan odam boqayotganlar kuniga bu yaxshi bes oladigan buqalar ekanda. Orqalari korobkalar cho'tki. Mana men boshqa ekan. Voy jonivor, ketishgan bir o'zga ketdi. Voy jonivorlar. Demak, haydang. Okalar, demak, telefon raqam qo'shib o'tadigan bo'ldik. 95lik 017 03 77 Yusuf ukamizning nomeri. Mana shu nomerda Telegram orqali lokasiya tashlab berish imkoni bor. To'g'rimi do'stim? Bemalol telefonga lokasiya tashlab berishadi, qiynalmay topib kelish uchun. Okalar, xudo xolasa mana hammani lutfan taklif qilamiz. Buqani zo'ri biznes qilgan aka-ukalarimiz bo'lsa, yaxshi turgan aka-ukalarimizga mana o'zingizlar kelib, xudo xolasa mazza qilib boqadigan buqalar shu yerda. Mana jonivorlar turishini qaranglar. Mana buqalarni shoxlisi ham bor, to'qali ko'proq aytadi. To'qali ko'p ekan aytdi, bor-ku. Atiga 60 bosh. Atiga 60 bosh. Tez kelamiz, okalar, tez harakat qilamiz, xudo xolasa. Bozorga borib qiynalib yurmaysizlar, shetga joyida tanlab olsanglar bo'ladi. Mana buqani qarang, mana buni bashi chiroyli, orqalarini qarang mana. Uzun narsa ekan. Malades. Mana bu chekada turgan qarang, mana limuzinlar mana. Voy jonivor turishini qarang mana. Voy jonivor. Mana. Gap yo'q ekan. Mana. Xush. Kutib qolamiz, xudo xolasa, yaxshi niyat bilan buqa-boqaman aka-ukalarimizni bemalol kelib o'zingizlar yurgizib, tekshirib, xohla bitta olinglar, xohla 10 ta olinglar, xohla 20 ta, xohla bir joyda olinglar hammasini. Xudo xolasa hammani kutib qolamiz. Deb charchamanglar, sog' bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin. Sog' bo'ling aka.